Assalomu alaykum, qadri baland qadrdonlarim, charchamayapsizlarmi? Sizlar uchun umra narxlari, xudo xolasa bu dekabr, yanvar oylariga arzon narxlarda, arzon paketlarda hozir sizlarga umra narxlarini to'liqroq ma'lumotini Abduvohid akam beradilar. Assalomu alaykum, Abduvohid aka, yaxshimisiz aka, tinchmisiz aka? Abduvohid akam bu dekabr, yanvar oyiga umra narxlarini, undan tashqari obunachilarimga bonus narsalarni bir qatorda tushuntirib yuborsiz aka. Xo'p, avvalo assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda ko'rib turgan hojiona hojatlarim omumsizlar. Inshaalloh alhamdulillah biz ham yaxshimiz. Dekabr, yanvar oylariga reyslarimizni ochiq deb e'lon qilamiz. Chunki dekabr, yanvar oylarida narxlarning keskin tushganini ukamiz chaqirib tezroq obunachilarimizga e'lon qilaylik. Chunki yurtdoshlarimiz 10 kishilab kutayotganlar bu. Ha, misol oilaviy, misol dadamni Rossiyada turib dadamjon yo'ndaman, men bu yil bo'lsa onamjon yo'ndaman deganlar bor. O'shalarni inobatga olgan holatda bir oy oldin chiqarishga ham qaror qildik, xudo xolasa. Aka qarang, shu gapingiz bo'ldim aka. Shu gaplar uchun kommentariyaga yozib ketinglar inshaalloh deb. Aka qarang, safarda yurgan akalarimiz qana sizga bog'lansa bo'ladi. Aka safarda yursa ham telefon qilsa chiroyli qilib berasizmi aka? Xudo xolasa Telegram, WhatsApplar ishlab turibdi. 0014 litsenziya, turli litsenziyaga egamiz. Sentrum qoldi. Gapingiz bo'ldim aka. Ko'p joylarda kamdan kam bo'ladi litsenziya aka. Xudo xolasa ko'ryapsizlar, litsenziya bexizorat akam ishonchli Abduvohid akam bo'ladilar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Keyin aka qarang aka, necha kun ziyorat qilishadi aka, keyin qatdan qatta uchishadi aka. Shu narxlarni bir qator aytib o'ring aka. Bizda 6 viloyatdan reyslarimiz bor. Termizdan reysimiz bor, Samarqanddan bor, Toshkentdan bor, Andijondan bor, Farg'onadan reyslarimiz bor inshaalloh. Va davomiy etaveradi. Haftasiga 4 ta reyslarimiz bor har bitta viloyatda. Ikkitasi Jidda shahriga o'tsa, ikkitasi Madina Munavvaraga uchadi. Har bitta reysimizda Madina Munavvaradan ibodat boshlanadi. Madina Munavvarada inshaalloh 2 mahal issiq taomlarimiz 300 metr orada gostinitsamiz bo'ladi. Makka Mukarrama desa 1,5-2 kilometr bo'ladi. Undan tashqari u yerda 3 mahal milliy taomlarimiz. Rasmiy diniy idoradan berilgan rasmiy 50 yoshi inshaalloh. U yerdagi sayohatlaringga xudo xolsa hali ijtimoiy tarmoqqa bilasizlar, o'zi oddiy misol mana bu pult sinib qopti desangiz, bu tarqab ketyapti, to'g'rimi? Misol oddiy misol Centrum Holdings kompaniyasi har bunaqa yomon video ko'rilmadi deb o'ylayman ijtimoiy tarmoqda. Aka, Centrum Holdings haqiqatan xudo xolasa ishonchli tursa ham bo'laveradi. Qarang aka, obunachilarga nimalarni bonus qilib berasiz aka hozir aka? Xo'p, qarang. O'zi bonus bor. Mana bu narsa bejik bo'ladi, kamzil bo'ladi, sumka bo'ladi. Qarang, u o'zi firmadan shunday beramiz. Lekin meni ko'rib, mana shu pastdagi nomerlarga aloqa chiqadigan bo'lsangiz, bu o'zimiz nomimizda $30 bonusimiz. $30 bonus. Bonusimiz. Bunaqasi bo'lmagan. Inshaalloh deb kommentariyaga yozib ketinglar. Xudo xolasa ota-onamiz jo'nataman degan do'stlarga tashlab qo'yinglar. Xudo xolasa hammamiz jo'natamiz. Undan tashqari qarang akaxon. Bilasiz, hozir ko'pchilik aka adashmovchilik bo'lib boshqa bo'layapti. Xudo xolasa aka litsenziyasi bor deyapsiz aka, bemalol aka ishonchli, to'g'rimi aka? Xudo xolasa ishonchli inshaalloh. Ertaga gap deyish boshqa narsa bo'lmaydi, to'g'rimi aka? Qarang, Centrum mana ularda bizdan ketishlarida bitta sababini tushuntirib o'tib nimaga men Centrum Holdingsdan ketinglar deyman. Turli litsenziyaga ega. $1 million depozit qo'ygan. $1 million. To'ppa-to'p. Ha, misol ertaga u yerda qolib ketadigan bo'lsangiz ham o'sha $1 million davlat o'z hisobiga beradi O'zbekistonga. Ha? Ishonch bo'lyapti. Endi dekabr, yanvar oyida narxlarni aytib o'tkansam. Misol, narxlarimiz xudo xolasa $1100 dan bo'lyapti. $1100. $1100 dan. Zo'r aka. Inshaalloh Toshkentdanmi, farqi yo'q qayerdan bo'lsa ham inshaalloh. Farg'onada ham bor, to'g'rimi aka? Farg'ona, Andijondan, Namangandan reyslarimiz bor. Keyin Samarqanddan ham bordingizmi? Qayerdan dedingiz aka? Samarqand, Termiz. Samarqand, Termizdan bor deyapsizlar. Xudo xolasa do'stlar, Centrum Holdingsga aloqaga chiqaverasizlar. Dekabr, yanvar oylarining narxlarini aytib o'tibsiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh. Qarang, yana Abduvohid aka, mana obunachilarim aka, qarang, Qirg'izistondan aka, Rossiyadan, masalan nima desam bo'ladi, chet davlatlardan kuzatishadi-da. Endi sizga telefon qilisholmaydi aka, O'zbekiston nomerida. Shunga qanaqa bo'g'lansa bo'ladi sizga aka? Xo'p, qarang. Qirg'izistondan deyasiz. Bizni ko'proq bizni Tojikistondan ko'rishadi. Tojikistondan. Amerikadan jo'n keng insonlarimiz bor. O'sha meni obunachilarim mana shundan ko'rishadi. Pastdagi nomerlarda Telegram, WhatsApp, hamma platformalarni ishlab turibdi. 24 ga 7 bolalar call center aloqada turishadi. Bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsa, to'liq ma'lumotni inshaalloh beramiz. Rahmat aka. Vaqtingizni oldim aka. Kattakon rahmat. Do'stlar, xudo xolasa akamning aytgan gaplari hamma yo'q, to'g'ri, bexizorat, bemalol qo'rqmasdan do'stlar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu video srochnik do'stlarga, qadrdonlarga jo'natib qo'yinglar. Videoga bitta like bosib, akamizning nomidan ham kommentariyani chiroyli qilib yozib qo'yinglar do'stlar. Xudo xolasa Centrum Holdings hamisha sizlar xizmatlaringda. Orada gap so'z va g'alati bo'lib qolgan bo'lsa, birinchi marta olyapman, xafagarchilik bo'lmaydi do'stlar. Obuna bo'lsangiz esdan chiqmasin, like bossiz esdan chiqmasin. Pastdagi nomerlarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Abduvohid aka kattakon rahmat. Vaqtingizni oldi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.